Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'lsa, kimning pensiyasi oshadi, kimniki oshmaydi. Nima uchun ayrim odamlar hammaniki oshdi, meniki esa o'zgarmadi deb qoladi. Bu ma'lumot har bir pensioner, nogironlik pensiyasi oluvchi bo'g'uvchisini yo'qotgan oila, shuningdek ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlar uchun juda zarur. Chunki bitta kichik farqni bilmaslik odamni noto'g'ri xulosa qilishga, ortiqcha asabiylashishga yoki aksincha o'z haqini talab qilmay qo'yishga olib keladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Indeksatsiya nima? U qanday hisoblanadi? Qaysi to'lovlar oshadi? Qaysilar oshmasligi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlash lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo, indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Men buni juda sodda qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarning narx-navoning o'sishi, yashash xarajatlarining oshishi yoki davlat belgilagan yangi miqdorlarga moslab qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni davlat falon sanadan boshlab pensiyalar falon foizga oshiriladi desa, bu umumiy tartibda amalga oshiriladigan qayta hisob-kitob bo'ladi. Lekin eng muhim joyi shuki, ko'pchilik indeksatsiyani hamma odamning qo'liga tushadigan pul avtomatik bir xil foizga ko'payadi deb tushunadi. Amalda esa har doim ham bunday emas. Pensiyaning turi, tayinlangan sanasi tarkibi qo'shimcha ustamalar, qarzdorlik ushlab qolishlari, bank yoki pochta orqali to'lash sanasi, hatto odamning hujjatlaridagi ma'lumotlar ham yakuniy summaga ta'sir qilishi mumkin. Oldin qanday edi? Odatda pensiya oshirilganda pensiya jamg'armasi bazadagi ma'lumotlar asosida avtomatik qayta hisoblab chiqardi. Pensioner ko'p hollarda alohida ariza bermasdi. Ya'ni qaror chiqadi, tizimda qayta hisob-kitob bo'ladi. Keyingi to'lovda yangi summa ko'rinadi. Ammo odamlar ko'pincha faqat qo'liga tushgan pulga qarab xulosa qiladi. Masalan, pensiya 12% ga oshdi deb eshitadi, lekin kartasiga avvalgidan atiga 7000 so'm ko'proq tushadi. Shunda meni aldashdi, menga oshmadi. Noto'g'ri hisoblashdi degan savol tug'iladi. Hozir nima o'zgargan? Birinchidan, pensiya tizimida ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ikkinchidan, ayrim to'lovlar pensiya hisobiga kirmaydi. Alohida ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Uchinchidan, oshirish sanasi juda muhim qarorda 1 avgustdan deyilsa, demak o'sha sanadan keyingi davr uchun qayta hisoblanadi. Agar to'lov oldindan berilgan bo'lsa yoki odamning pensiyasi avgustdan keyin tayinlangan bo'lsa, ko'rinish boshqacha bo'ladi. Birinchi vaziyat, yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner, masalan, opa 2 million so'm pensiya oladi. Agar davlat pensiyalarni shartli ravishda 10% ga indeksatsiya qilsa, nazariy jihatdan yangi summa 2 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda savol tug'iladi. 2 million so'mning hammasi pensiyaning asosiy hisob-kitob qismimi yoki ichida qo'shimcha kompensatsiya, ustama, avvalgi qayta hisoblashdan qolgan farq, bank qarzi bo'yicha ushlab qolish bormi? Agar odamning kartasidan kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lsa, qo'liga tushgan pul indeksatsiya foizidan kamroq ko'rinadi. Demak, pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin sof tushum boshqacha bo'ladi. Ikkinchi vaziyat. Eng kam pensiya miqdoriga bog'langan pensionerlar. Ba'zi odamlarning ish staji kam bo'ladi, maoshi past bo'lgan, hujjatlari to'liq emas yoki ayrim yillari hisobga kirmagan. Bunday hollarda pensiya minimal miqdorga yaqin bo'ladi. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, bu toifa uchun o'sish sezilarli bo'lishi mumkin. Masalan, bir otaxon 920 ming so'm olayotgan bo'lsa va yangi minimal chegara oshsa, uning pensiyasi shu yangi chegaraga yetkazilishi mumkin. Lekin agar uning pensiyasi allaqachon yangi minimal miqdordan yuqori bo'lsa, qo'shimcha o'sish faqat umumiy indeksatsiya tartibiga qarab bo'ladi. Uchinchi vaziyat, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda hamma narsa pensiya turiga bog'liq. Nogironlik pensiyasi mehnat staji asosida tayinlangan bo'lishi mumkin yoki ayrim hollarda nafaqa shaklida bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha men nogironlik puli olaman deb umumiy aytadi. Lekin hujjatda bu pensiyami yoki nafaqami farqi bor. Pensiya indeksatsiyasi haqidagi qaror pensiyalarga tatbiq etilsa, nafaqalar uchun alohida band bo'lishi mumkin. Agar qarorda nogironlik nafaqalari ham oshiriladi deyilgan bo'lsa, oshadi. Agar faqat mehnat pensiyalari nazarda tutilgan bo'lsa, ayrim nafaqalar boshqa tartibda qayta ko'riladi.
Shuning uchun men har doim birinchi navbatda to'lov turini aniqlashni maslahat beraman. 4-vaziyat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Masalan, bir ona 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bu pensiya vafot etgan shaxsning ish staji va daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bo'lganda umumiy pensiya summasi oshadi, lekin har bir oila a'zosiga taqsimlanish tartibi bor. Agar bir farzand 15 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qishni davom ettirish haqidagi ma'lumot vaqtida topshirilmagan bo'lsa yoki oluvchilar soni o'zgargan bo'lsa, umumiy summa oshgan bo'lsa ham oilaning qo'liga tushadigan pul kamayishi yoki o'zgarmasligi mumkin. Mana shu joy ko'p nizolarga sabab bo'ladi. 5-vaziyat avgust oyida pensiyaga yangi chiqqan odamlar. Bu eng ko'p tushunmovchilik beradigan holat. Agar odamning pensiyasi avgustdan keyin tayinlangan bo'lsa, uning pensiyasi allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shunda u menga oshirish qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa unga eski summa berilib, keyin oshirilmagan. Balki boshidan yangi tartibda hisoblangan bo'ladi. Masalan, bir aka 10 avgust kuni pensiyaga chiqdi. Qaror 1 avgustdan kuchga kirgan. Demak, 1 avgustdan kuchga kirgan. Uning pensiyasi tayinlanayotganda yangi ko'rsatkichlar inobatga olingan bo'lishi kerak. U alohida indeksatsiya farqi ko'rmasligi tabiiy. 6-vaziyat to'lov oyma-oy emas, kechikib yoki oldindan tushadigan holatlar. Ayrim pensionerlar pulni pochta orqali oladi. Ayrimlari bank kartasiga oladi. Ba'zan to'lov grafiki sababli odam avgust oyida eski summa olgandek ko'radi. Sentyabrda esa farq bilan birga tushadi. Bu har doim ham xato degani emas. Muhimi, hisob-kitob davrini tekshirish kerak. Sizga qaysi oy uchun to'lov tushdi? Qaysi sanadan qayta hisoblash amalga oshirilgan? Oldingi oy uchun qarzdorlik bormi yoki yo'qmi? Endi eng asosiy savolga o'tamiz. Kimning pensiyasi oshirilmaydi yoki odam shunday deb o'ylashi mumkin? Birinchidan, pensiya emas. Boshqa turdagi to'lov olayotgan shaxslarning puli aynan pensiya indeksatsiyasi bo'yicha oshmasligi mumkin. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar, mahalla orqali beriladigan yordam pullari pensiya tizimidagi indeksatsiyaga avtomatik bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Ular uchun alohida qaror, alohida mezon, alohida muddat bo'ladi. Ikkinchidan, pensiyasi yangi miqdorlar asosida yaqinda tayinlangan odam alohida oshirishni sezmasligi mumkin. Bu oshirilmaydi degani emas, balki allaqachon yangi hisobda tayinlangan degani. Bu ikki tushunchani aralashtirmaslik kerak. Uchinchidan, qo'shimcha ustamalari indeksatsiyaga kirmaydigan odamlar bor. Masalan, pensiyaning asosiy qismi oshadi, lekin ayrim kompensatsiya yoki maqsadli qo'shimcha to'lov foizga ko'paymasligi mumkin. Odam umumiy summaga qaraydi va nega hammasi 10% ga oshmadi deydi. Chunki hamma tarkibiy qism bir xil indeksatsiya qilinmaydi. 4-dan, hujjatlarda muammo bor odamlar. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin tizimda to'liq aks etmagan. Yashash manzili o'zgargan, bank kartasi almashtirilgan, vasiylik yoki ishonchnoma muddati tugagan. Bunday holatda pensiya summasi hisoblangan bo'lsa ham, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Odam buni indeksatsiya qilinmadi deb tushunadi. Aslida muammo to'lov kanalida yoki hujjatlarda bo'ladi. 5-dan ushlab qolishlari bor pensionerlar. Bu juda muhim. Agar pensionerning pensiyasidan sud qarori, ijro hujjati, aliment, kommunal qarzdorlik, kredit bo'yicha majburiy ushlab qolish bo'lsa, oshirilgan summa to'liq qo'lga tegmasligi mumkin. Masalan, pensiya 20 million 800 ming so'mdan 1 million 900 ming so'mga oshdi. O'sish 20 ming so'mga. Lekin ijro hujjati bo'yicha ma'lum foiz ushlab qolinsa, kartaga tushgan farq 1 ming emas, 7 ming yoki undan ham kam bo'lishi mumkin. Bu xatoni aniqlash uchun kartaga tushgan pulga emas, pensiyaning hisoblangan yalpi summasiga qarash kerak. 6-dan, pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa yoki to'lov huquqi tugagan bo'lsa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand ma'lum yoshga yetgan, o'qishni davom ettirish bo'yicha tasdiq bo'lmagan yoki nafaqa tayinlash shartlari bekor bo'lgan. Bunday vaziyatda indeksatsiya emas, to'lov huquqining o'zi o'zgargan bo'ladi. 7-dan, chet elga doimiy yashashga ketish, uzoq muddat olinmagan pensiya, tiriklikni tasdiqlash bilan bog'liq holatlar ham bor. Ba'zi pensionerlar uzoq vaqt pensiyani olmagan bo'ladi, keyin qayta murojaat qiladi. Bunda to'lovni tiklash, qayta hisoblash, qarzdorlik davrini aniqlash alohida tekshiriladi. Indeksatsiya avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Birinchi misol, Dilbar opa yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Avgustdan indeksatsiya bo'ldi deb eshitdi. U kutdi.
endi 2 million 607 ming so'm olaman deb o'yladi. Lekin kartasiga 2 million 507 ming so'm tushdi. Nega? Tekshirilsa uning pensiyasini oldingi davr bo'yicha 7 ming so'm ushlab qolish bor ekan. Demak, pensiya qayta hisoblangan, ammo qo'lga tushgan summa ushlab qolish sababli kamroq ko'ringan. Ikkinchi misol, Rustam aka iyul oyida pensiya hujjatlarini topshirdi. Avgustda pensiyasi tayinlandi. U qo'shnisidan eshitdi. Menga oshirib berishdi. Rustam aka esa menga oshmadi dedi. Aslida uning pensiyasi avgust oyidagi amaldagi ko'rsatkichlar bilan hisoblangan. Shuning uchun u eski summa va yangi summa o'rtasidagi farqni alohida ko'rmaydi. Bu holatda pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini so'rab, qaysi ko'rsatkichlar asosida tayinlanganini ko'rish kerak. Uchinchi misol, bir oila o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oilada 2 farzand bor edi. Kattasi 18 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmadi. Avgustda pensiyalar oshgani haqida xabar chiqdi, lekin oilaning puli kamaydi. Bu indeksatsiya qilinmagani uchun emas. Oluvchilar soni yoki huquqni tasdiqlovchi hujjat o'zgargani uchun bo'lishi mumkin. Hujjat topshirilgach, agar qonuniy asos bo'lsa, to'lov qayta tiklanadi va ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham qayta hisoblanadi. 4-misol. Karim ota pochta orqali pensiya oladi. Qo'shnilari kartaga yangi summa olgan, u esa eski summani olgan. Bu yerda darhol meni ro'yxatdan chiqarishdi deb xulosa qilish kerak emas. Pochta to'lov grafigi hujjat aylanishi, qayta hisob-kitob sanasi farq qilishi mumkin. Lekin baribir tekshirish kerak. Pochta bo'limidan to'lov vedomosti bo'yicha qaysi oy uchun pul berilganini so'rash, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish lozim. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshdi degan xabar har doim kartaga tushadigan summa aynan shuncha foiz oshadi degani emas. Chunki qo'lga tushadigan pul bu hisoblangan pensiyadan ushlab qolishlar ayrilgandan keyingi summa. Shuning uchun men har doim ikkita raqamni ajrataman. Hisoblangan pensiya va to'langan pensiya. Ikkinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Agar qaror 1 avgustdan kuchga kirsa, iyul uchun to'lov eski tartibda qoladi. Avgust uchun esa yangi tartib bo'lishi kerak. Lekin pul qaysi kun tushgani emas, qaysi oy uchun tushgani muhim. 5 avgustda tushgan pul aslida iyul uchun bo'lishi mumkin. 25 avgustda tushgan pul avgust uchun bo'lishi mumkin. Shuning uchun SMS xabardagi sanaga qarab xulosa chiqarish yetarli emas. 3-nozik jihat barcha qo'shimcha to'lovlar bir xil oshmaydi. Ba'zi ustamalar foizga bog'langan, ba'zilari qat'iy miqdorda belgilangan, ba'zilari alohida hujjat bilan belgilanadi. Masalan, alohida xizmatlar uchun ustama parvarish puli, kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar pensiya asosiy qismidan farq qilishi mumkin. 4-nozik jihat. Ish stajini keyinroq tasdiqlagan odamlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin eski ish joyidan arxiv ma'lumotini topadi. Masalan, 1995 yildan 1992 yilgacha ishlaganini tasdiqlovchi hujjat chiqadi. Bu holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu indeksatsiya bilan bir xil jarayon emas. Indeksatsiya umumiy oshirish, staj bo'yicha qayta hisoblash esa individual hisob-kitob. Ikkalasi bir vaqtda bo'lsa, odam chalkashib ketadi. 5-nozik jihat bank kartasi yoki hisob raqamidagi muammo. Pensiya hisoblangan, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida pul o'tkazmasi qaytgan yoki to'lov ushlanib qolgan bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar kartaning amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. 6-nozik jihat yashash joyi o'zgarganda pensiya ishi ko'chiriladi. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan pensionerda to'lov vaqtincha kechikishi mumkin. Bu indeksatsiya huquqini yo'qotadi degani emas. Lekin pensiya ishining yangi hududga o'tishi, ro'yxatga olish, bank ma'lumotlarini yangilash vaqt oladi. Endi men aniq harakatlar rejasini beraman. Agar avgust indeksatsiyasidan keyin pensiyangiz oshmagan deb o'ylasangiz, birinchi qiladigan ishingiz vahima qilish emas, raqamlarni tekshirish. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Masalan, iyun, iyul, avgust. Kartaga tushgan SMS bo'lsa, sanasi va summasini yozing. Pochta orqali olgan bo'lsangiz, kvitansiya yoki to'lov qaydnomasidagi raqamlarni saqlang. Shunda siz og'zaki emas, aniq raqam bilan murojaat qilasiz. Ikkinchi qadam, pensiyaning hisoblangan summasi va qo'lga tushgan summasini ajrating. Buni pensiya jamg'armasining tuman bo'limidan maytagov. Uz orqali mavjud xizmatlardan yoki bankdagi tushum ma'lumotlari orqali aniqlash mumkin. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi tashkilot ushlab qolayotganini so'rang. Pensiya jamg'armasi hisoblaydi.
bank o'tkazadi. Ijro organi ushlab qolishi mumkin. Har birining vazifasi boshqa. 3-qadam hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ko'chirmasi. Agar o'quvchisining yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ishonchnoma yoki vasiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam tuman pensiya jamg'armasiga yozma yoki elektron murojaat qiling. Men og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmaslikni maslahat beraman. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya avgust oyidan indeksatsiya qilinmaganini, yangi hisoblangan summani, ushlab qolishlar mavjud bo'lsa, ularning asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq javob berishlari kerak bo'ladi. 5-qadam, agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi idoraga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qayta murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'uni emas, faktlarni yozing. Eski summa qancha edi? Yangi summa qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Qaysi hujjatga asosan oshirilishi kerak deb hisoblaysiz? Faktlar ko'p bo'lsa, muammoni hal qilish osonlashadi. 6-qadam, agar staj yoki ish haqi bo'yicha hujjat topilgan bo'lsa, uni alohida tartibda topshiring. Ko'p odam pensiya oshishi kerak edi deb faqat indeksatsiyani o'tadi, lekin aslida uning pensiyasi staj to'liq hisobga olinmagani uchun kam bo'lishi mumkin. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, ish joyidan ma'lumotnoma, sud orqali tasdiqlangan mehnat faoliyati kabi hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshiring. Agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, uning qonuniy asosi bo'lishi kerak. Qaysi ijro hujjati, qancha miqdor, qachongacha ushlab qolinadi? Bularni bilishga haqqingiz bor. Ba'zan odam yillar oldingi qarzni unutgan bo'ladi. Pensiya oshganda esa ushlab qolish ham ko'paygandek tuyuladi. Agar sizning pensiyangiz avgustdan keyin tayinlangan bo'lsa va hisob-kitobda yangi miqdorlar qo'llangan bo'lsa, alohida qo'shimcha farq ko'rmasligingiz mumkin. Bu normal holat. Agar sizning pulingiz bank grafigi yoki pochta grafigi sababli kechroq tushsa, birinchi navbatda qaysi oy uchun to'langanini tekshiring. Bitta to'lovga qarab yakuniy xulosa qilmang. Agar sizda ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushgan summa kamroq ko'rinishi mumkin. Bunda pensiya oshmagan deb emas, avval hisoblangan umumiy summani tekshirish kerak. Agar siz ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam olsangiz, aynan pensiya indeksatsiyasi sizga avtomatik tatbiq etilmasligi mumkin. Lekin bu umuman oshmaydi degani emas. Siz oladigan to'lov turi bo'yicha alohida qaror yoki tartibni tekshirish kerak. Xulosa qilib aytaman. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi muhim jarayon, lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Hamma holatda qo'lga tushgan summa bir xil foizga oshavermaydi. Pensiya turi, tayinlangan sana, qo'shimcha ustamalar, ushlab qolishlar, hujjatlarning holati va to'lov grafigi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Agar sizning pensiyangiz oshmagan deb o'ylasangiz, avval 3 narsani aniqlang. Siz oladigan to'lov pensiyami yoki nafaqami? Pensiyaning hisoblangan yalpi summasi qancha bo'lgan? Qo'lingizga tushgan summadan nimadir ushlab qo'linganmi? Shundan keyin pensiya jamg'armasiga aniq raqamlar bilan murojaat qiling. Men sizga maslahat beraman. O'zingizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tartibga solib qo'ying. Oxirgi to'lovlarni yozib boring. Bank SMS'larni o'chirib yubormang. Hujjat muddati tugagan bo'lsa yangilang. Farzand o'qishi yoki nogironlik hujjatlari kerak bo'lsa vaqtida topshiring. Ko'p muammo aynan e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Sizda ham avgust oyida pensiya oshdimi yoki o'zgarmadimi? Qancha olar edingiz? Qancha tushdi? Izohlarni yozib qoldiring. Men bunday vaziyatlarda nimalarga e'tibor berish kerakligini keyingi videolarda ham tushuntirib boraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot ko'p odamga o'z haqini to'g'ri tushunishga yordam beradi.